Ya, assalomu alaykum otaxon. Va alaykum assalom. Nima qilib yuribsiz? 10 litrli suvni ko'tarib, o'zingizni qiynab, 19 litrli suvga zakaz bering. He bolam, nima farqi bor? Bu ham suv, bu ham suv. Buni 12 mingga oldingiz, to'g'rimi otaxon? Ha, to'g'ri bolam. U 20 ming so'm turadi. Ham barakali, ham uyingizni eshigingizni tegigacha olib chiqib berishadi. 20 ming so'm. Bolam, men 9-qavatda yashayman. Bu qisqirishlar olib chiqib berishiga menimcha qo'shimcha pul olsa kerak-ku. Unaqa 20 ming bo'lmasa kerak bolam. 9-qavatda turasizmi? 15-etajda yashaysizmi? Farqi yo'q. O'sha olib chiqib yetkazib berish shu pul ichida. Nimaga iminni mana shu suvdan olishim kerak bolam? Imini bunga zamzam suvi qo'shiladi. Ham foydali, ham pensiyangizga ekonom, ham kuchni boshqa joyga ishlatasiz. Ha bolam, qo'ymading de. Mayli, qani ikkita baklashga e'tiborchi, bir mazasini ko'raychi.